Biz bugün 19. əsrdə Xitay təcavüzçilərə qaqşatqıç zərbə bergen və bugünkü günlərdə o ismi çıxsa Beijing qovuqları titrəydigan palvan Osman Batur bilan tanışıb çıxımız. Osman Batur'un dadasının ismi İslam Bey, anasının ismi Ayşe idi. O kiçiklikdə təlim tərbiyələrini dini alim çoğ buvisindən aldı. 1940 yılı Xitay təcavüzçilərinin zulmü çidig'usiz holatga keldi. O vaqtlardamı hazırqidek Sharqiy Turkiston xalqi çidig'usiz zulmga və qirg'inchilikqa uchraydi. Xalqning boshlamchi ahli ulamo rahbarlari o'ldirilib, masjid maktablar chaqildi. Xitoy təcavüzçilərinin Ko'kto'qaydagi hokimi shu yerdagi masjidga o'tki bilan kirganda, masjidga tajovuz qilgan Qur'on Karimni ko'ydirgan bu hokimni va uni kirgan 10 necha saqchilarni naq maydonda o'ldirib, qurollarni g'animat oladi. Bu ishdan keyin qattiq cho'chigan Xitoy tajovuzchilari xalqning qo'lidagi o'miltiqlardan tartib topshirishga buyurdi. Ammo Osman Batur bugun qurolimizni olganlar ati jinimizni oladi. Men qurolimni bermayman. Kuchi yetsa o'zi kelib olsin deb o'zi yolg'iz taqqa chiqib ketdi. Dadasi Islom Bey o'g'liga yaxshi tilaklarni tilab, o'g'lini Allohga omonat qildi. Onasi Oysha xonim, men o'g'limni mushundaq kunlar uchun cho'ng qildim. Bizning jinimiz, bizdan burun bu yo'lda qurbon bo'lganlarning jinidan qimmatli emas. Bizdan kinkilarning hur yashashi uchun bizning jinimiz pido bo'lsin deb o'g'liga ilhom berib va musulmonlarni g'azot qilishga chaqirdi. Zolimlarga qarshi g'azot qilishdan boshqa chiqish yo'qligiga ishongan Osman Baturning boshlagan bu ko'rishi qo'llashga erishib, shu kuni kun patqichi bo'lgan orliqdala orqasida necha odam qurollari bilan bu ulug' safga qatildi. Orqasidan kelganlarning tunjilari o'g'li Shardimon bilan do'sti Sulaymon edi. Qisqa vaqt ichida Osman Baturning yanida qo'rqmas qaram yigitlardan tarkib topgan cho'ng bir qo'shin to'plandi. 1941 yilning oxirlarida Xitoy bilan Rusga g'azot boshlagan Osman Batur 6 oyni elishni planlab 1943 yili 7 oyning 12 kuni o'tkazilgan yig'inda 6 oy qozoqlarning xoni deb e'lon qilindi. Shuningdek keyin butun Sharqiy Turkistondan Xitoy va ruslarni qo'g'lab chiqarishni niyat qildi. Milodiya 1945 yilga kelganda tarafdan boshlangan g'azotlar bilan bir qancha shaharlardan boshqa shaharlarning hammasi Sharqiy Turkiston xalqining qo'liga o'tdi. Shuning bilan tajovuzchi Xitoy cho'ng bir qo'shin yo'tkab keldi. Gerçi bu qo'shin Osman Baturning qo'shinidan 10 hassa ortiq bo'lsa-mu, qilch ishkalanmasdan kurashni davom qiladi. 1949-yili Osman Batur tog' bag'riga qapsilib qilib 30 ming kishilik mujohid bilan chiqqan bu yo'lda 1950-yilga kelganda 3 ming mujohid bilan qoldi. Bu qapsilib qolgan joy Gazkort rayoni bo'lib, bu tog'liq rayonda qish vaqtida hayvonlarni turishga chidamaydigan sovuq rayon edi. 1951-yili 3-oyda tajovuzchi Xitoy yana qo'shin boshlab hujumga o'tdi. Mujohidlar va ularni qo'llayotgan xalq saq qutulib qoldi. Ammo Osman Baturning qizi Azpay bilan bir qancha qizlar tutilib qoldi. Osman Batur ularni qutqizish uchun bir qatimdala 200 kishilik dushmanga o'zi yolg'iz hujum qildi. Garchi ko'p dushmanni o'ldirgan bo'lsa-mu, oxiri Qamonbol tig'ida asirga tushib qoldi va Urumchi shahriga elib kelinib, putqollari keshallanib zindonga tashlandi. Har kuni to'xtovsiz qiyin-qistoqlar bilan uning sabdoshlarining va yordam qilganlarning ismini talab qilib so'roqqa tortildi. Qo'liqini kesib, qattiq qiynashlardan keyin Turkistonni Xitoydan qutqizaman deganlarning holini ko'ringlar deb ko'chi sazoyi qildi. Osman Batur mushu holidami men o'lishim mumkin, ammo yer shari aylanib turdi ekan, mening xalqim kurashni davom qilinglar dedi. Hech qanday uchur ololmaydiganligini his qilgan Xitoylar Osman Baturni oldin echilib bo'lgan sotga olib chiqib, darg'a esib o'ldirish jazosi hukm qildi. 1951-yili 4-oyning 29-kuni maydonga majburiy to'plangan xalq orasidan takbir sadolari yangraydi. Xitoy tajovuzchilarining askarlari miltiqlari bilan Baturni qarg'a ilib turganda Osman Batur Allohu akbar degan sadosini yangratishi bilan tang Xitoy askarlari o'q chiqarib, Batur xuddi namoz o'qiyotgan kishidek tizi bilan tushib, ondan peshonasi sajdaga borgan holatda yiqilib shahid bo'ldi. Osman Baturning 3 o'g'li va 5 qizimi asirga ilinib shahid qilindi. 18 yoshli qizi Kabira bilan 14 yoshli o'g'li Baybulla onasi Mamayning ko'z oldida to'g'rab shahid qilindi. 11 yoshli o'g'li Qari va 9 yoshli qizi Sapoyan 20 metr cho'nqurlikdagi quduqqa tirik tashlanib shahid qilindi. Bolalarga qilingan bu zulm iskanjiga va qatl amga bardoshlik berolmagan Mamay xotun aqlini yo'qotdi. Osman Baturning birinchi ayolidan bo'lgan Shardimon, Ne'matulloh va Nabi ismli o'g'illari dadasi shahid qilingandan keyin hurlik kurashini davom qildi. 1953-yili Xitoy tajovuzchilarini og'ir mag'lubiyatga uchirib, sulhi ustida o'ltirishga majbur qildi. Sulhi shartlaridan biri Osman Baturning mayitini topshirib berish bo'lib, oxirida Baturning mayitini Ko'kto'qay noyisidagi Kurti tog'liga dafn qildi. Şehit tahtında Rabbe gülümser, ah binlerce canım olsaydı der. Şehit tahtında Rabbe gülümser, canım bedeli
bir sofradan yer. Ümitsiz olmaz.